بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الثاني، الدرس التاسع والعشرون. أنا الدرس كي شكنجي قسم 29 درس. عندي درس başlashdan ilgari bugungi darsdagi maqsadli grammatikalarni so'zlab o'tib ketildi. Bugungi darsdagi maqsadli grammatika tunugungi darsdagi va oldingi darsdagi ajvab shundaymi? Ana keyin tunugungi darsdagi nima? Naqis fillarni so'zlaganda bugungi darsda mudaaf. Ana mudaaf degan qanday fil desangmi? O'xshash ikki harf kelib shundaymi? Tashdid o'qilgan. Masalan, farra, yafirruga o'xshash fillar mudaaf bo'ldi. Bu to'g'riliq biz sarf darslarimizda so'zlab bo'lgan shundaymi? Shu fillarningki umumiy ahvoli to'g'riliq tushunchaga ega bo'lish. Ya'ni bu fil oldingi darsdagidek va qiyin emas. Bundan biz 3 filni misol qilaylik. Birisi fa'ala yaf'ilu babidan farra yafirru buyruq filisi farra. İkincisi fa'ala yaf'ulu babidan marra yamurru buyruq filisi nima? Murra. Üçüncüsü fa'ala yaf'alu mudari'i ayn zarf bo'lgan babdan massa yamassu massa. Ana farra desek qarmoq bilan ko'rinib turibdi, bu fa'ala o'lchimiga tushmaydi, shundaymi? Aslida nima bo'lish kerak? Ma farara bo'lish kerak. Farara bo'lish kerak, a? Nima bu farra olib ketdi desa, fe'lning tarkibida o'xshash ikki harf bo'lsa, birinchisini sakin qilish imkoniyati bo'lsa, sakin qilib ikki harfni bir-biriga qanday qilib o'tamiz? Kirgizib o'tamiz. Masalan, farradagi birinchi harfni sakin qilib, ikki harfni kirgizib o'tdik, ikki harf bir-biriga bo'lib ketdi, farra. Yafirru desak, aslisi yafriru bo'lish kerak. Bunimiz idg'am hozir altini hozirlashning shartini. Birinchi raning zirakatni fa gapadik nima bo'ldi? Yafirru bo'ldi. Idg'am qo'ydik nima bo'ldi? Yafirru bo'ldi. Endi buyruq filga kelgan vaqtda sal diqqat. Odatda normal vaqtda sakin o'qiladigan fillar mudaaf filga kelgan vaqtda oxirisi zavar o'qiladi. Masalan, lam odat nima qildi? Sakin, shundaymi? Ammo mudaaf filga vaqtda lam yapirra. Buyruq bilan oxirisida nima qildi? Sakin o'qiladi. Ammo mudaaf filga kelgan vaqtda firra. Liyafirra, la tafirra. Buni qanday tushunamiz desa, mana tushunamiz. Masalan, lam yafirrani olsak, asli bizning kalimizdagi o'lcham bo'yicha nima bo'lish kerak? Lam yafrir. Shunaqo. İdg'amning shartini hozirlash uchun kirgizishninki birinchi raning zir harakatini oldiga fa gapadikmi? Lam yafir ikkili raning bo'lib ketdi, sakin. Har ikkili ra sakin bo'lsa qanday betaraf qildik desa, betaraf qilib bo'lmaydi buni. Qanday qilib unda bo'lsa, cho'qqim ikkinchi raga bir harakat berish kerak. Pash va zir birlasak bu eg'il. Unda olgani yengil bo'lgan nima bo'ldi? Zavar. Nima bo'ldi? Lam yafirra. Shundan kirgizib o'tdik, nima bo'ldi? Lam yafirra. Buyruq filga qarasaqmi shunda? Firra. Aslisi nima bo'lish kerak? Ifrir. Oxirisi ifrir deb kerak keldi shundami? Birinchi raning zir harakatini fa gapadik. Ifir bo'ldi. Endi fa harakatli bo'lgandan keyin hamzadan qancha harf harakatli bo'lib qolsa, hamzadan qanday qilinadi? Tashlanadi. Chunki ajrat yo'q shundaqo. Nima bo'ldi? Fir ikkilra sakin shundaqo. Bunda bo'lib qolgan ishlar kelolmaydi-ku. Ikkinchi raga nima badoq, zavar harakat yengildab badoq nima bo'ldi? Firra bo'ldi. Qolganlarini buncha qiyos qilib olsak bo'laveradi. Am turlash odatdagi fillar bilan cho'ng farq qilinib ketdi. Masalan, farra farra farru, farrat farrata fararna. Fararta farartuma farartum, fararti farartuma farartunna. Farartu fararna. Yafirru yafirran yafirruna tafirru tafirrani yafirrna. Tafirru tafirrani tafirruna tafirrina tafirrani tafirrna. Afirru nafirru. Firra buyruq bil. Firra firra firru firri firra ifrirna.
ayollik ko'plikida esa barabar chiqadi ha. Ism fa'ilimi chiqadi? Farrun. Asas nima? Farirun. Ism maf'ulchi mafrurun. Mudofillarning ism maf'ulisi nima chiqadi? Barabar chiqadi. Qolgan shakllari sizlarga aydin chiqalasizlar. Ikkinchisiga kelsak, marra yamurru. Bu faqat yaf'ulu babini ekanligi o'zgaraydi. Shunga mas qadamda buyruq bilisi nima chiqadi? Marra yamurru murra. Aninki buyruq bilisi firra, shundami? Maninki nima? Murra. Endi yaf'alu gap qolsa nima chiqadi? Massa. Massa ya massu massa. Buni diqqat qilsanglar, qolgan jihatda yuqorida so'zlagan farra bilan o'xshash. Masalan, massa nima? Marra desak asosiy marara shunda, ammo ishkarib o'xshash keldi. Birinchisini sakin qilib idg'om qotib bo'ldi, marra bo'ldi. Marra marra marru marrat marata mararna. Mararta marartu marartu mararti marartu 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 nima? Mararna. Shunga o'xshash qog'ozlarni turli sanglar bo'laverdi. Farraga o'xshashlar qog'ozlarni turli o'xshash, hammasi o'xshash. Undan keyingi grammatikalik mazmun qattu bilan abadan ishlatilishi. Qattuning uyg'urcha tarjimasida faqat deb tarjima qilinadi. Abadanning uyg'urcha tarjimasida hargiz deb tarjima qilinadi. Ashundan qarasak, buning nima uchun kelganligini bila olmaymiz. Faqat degan gapni nimaga ishlatamiz odatda? Men uni faqat urmadim. Shundami? Men faqat qilib boqmadim. O'tgan bulusini, o'tgan zamonni inkor qilishga ishlatiladi. Abadan hargiz degani bundan keyin hargiz qilmayman. Ya'ni qay zamonda kelgusi zamonni inkor qilish uchun keladi. Alohidligi shu, alohidligi yo'q. Undan keyingi mazmun gerçi o'rganib bo'lgan bo'lsaqmi, toba va lana qatorliq ikki fe'lning ismi tafsil shakli hozir askartib o'tilsa bo'ladi. Toba pok bo'ldi, xushroq bo'ldi degan ma'noda. Atyabu deb ismi tafsilni turlab chiqarsak, eng xushroq, eng pok degan ma'noda. Lana yumshadi degan ma'noda. Alyanu degan gap eng yumshoq degan ma'noda tushunsak bo'ladi. Biz burun ismi tafsilni turlab chiqarish ahvolini o'rgangachga bu bizga nisbatan bak nima emas, yat emas, ha? Endi mush darsimizda pillaning turini xulosalashga to'g'ri keldi. Biz oldingi o'rgangan darslardan shuni ko'rib oldikki, pillaning turi arab tilida 7 xil ekan. Biri sahih, ya'ni tarkibida hech qanday kasallari bo'lmagan va tashdid bo'lmagan pilla. Ikkinchisi mudaaf, ya'ni tarkibida o'xshash ishkarib kelib tashdid o'qilgan pilla. Farraga o'xshashindami? Uchinchisi misol, ya'ni fa'ning udrusda kasal harf bo'lgan pilla va saba va qafaga o'xshashindami? To'rtinchisi ajvab, mu'tallul ayn, ya'ni aynning udrusining bo'lgan kasal harflik bo'lgan pilla. Ba'a, qalaga o'xshash. Beshinchisi naqis, mu'tallul lam, lamning udrusida nima bo'lgan kasal harflik bo'lgan pil. Oltinchisi lapib maqrun, multavi deb kelgan shundami? Lafif deb shundaqo. Ammo yana bir ismi lafif mafruq, lafif maqrun deb atsaq bo'laveradi. Lafif maqrun bu ayn bilan lamning udrusida kasallar bo'lgan shundami? Yettinchisi lafif mafruq, fa bilan lamning udrusida, birinchisi bilan eng oxirqisida kasal harf bo'lgani deb nashturlik bo'ldi ekan 7. Endi as-sahih degani 3 ga bo'linadi. Mahmuzul fa, mahmuzul ayn, mahmuzul lam deb. Ya'ni fa'ning udrusida hamza gap qolsa, alif emas, hamza gap qolsa mahmuzul fa. Aynning udrusida gap qolsa nima? Mahmuzul ayn. Lamning udrusida gap qolsa mahmuzul lam degandek yuqoridagidek natijaga 7 qismga bo'linadi. Bu to'g'rilikmi biz sarf darsligimizda ozroq tushunish bergan shundami? Shunga ortiq to'xtalmasaqmi bo'ladi. Bu tushunishib bo'lgan bo'lsa, yangi so'zlar kelaydi. O'qib tarjima qilib beray. Al-kalimatul jadida. Marratun, marratun, ad-dibaju, naw'un min al-harir, nuskhatun, nusakhun, kaffun, akuffun, ra'ihatun, hunayhatun, mazidun,
كريه بلوعة غافل لين طيب دفع يدفع ادفع مرض يمرض امرض حزن يحزن احزن مرة قتم agar yolg'iz gap qolsa bir qatim deb ishlatiladi. Marratun ko'pligi. Dibaj naw'u min al-harir deb to'shundami? Ipakning bir turi. Ya'ni ma'lum bir xil ipak. Nusxatun nusxa parcha. Nusakh ko'pligi. Ya'ni odatda son nima? Kitob, daftar qatorliq narsalarningki nimasi? Birligi. Kaffun alqan, akuffun ko'pligi, raihatun firoq. Ha, buni o'z puraydigan firoq bor shu. Hunayha sal turgandan keyin yoki ozroq vaqtdan keyin birdan to'xtab degan ma'noda. Yoki ozroq vaqt degan ma'noda. Mazidun ortiq, karihun sesiq. بلوعة أو رزيولة غافل غافل لين ما غافلون هم ده غافلون باشتغل علاقة بخبر لين يمشق طيب يخشى فراقلق خشبراق ديگه من ده دفع يدفع اتاده اترواتدو مريض يمرض ağrıp qaldı, ağrıp qalavatdı yoki ağrıp qaladı. Hazina yahzanu bir aram bo'ldi, bir aram bo'ladi yoki g'amkin bo'ldi, g'amkin bo'ladi. So'zlik tushunishlik bo'lgan bo'lsa, dialogni o'qib, tarjima qilib tahlil qilib beray. الدرس التاسع والعشرون أحججت يا مسعود؟ لا يا أستاذ، حج زملائي كلهم ولكنني ما حججت. مرضت أيام الحج فبقيت هنا بالمدينة المنورة. لا تحزن، ستحج في العام المقبل إن شاء الله. تمر السنة بسرعة. أحججت أنت يا أستاذ؟ لا، لم أحج بعد هذا العام، لكنني حججت قبل هذا 5 مرات. أنا أشم رائحة كريحة. أما تشمون رائحة يا أخوان؟ بلى نشمها. من أين هي؟ أظنها من الحمام. نعم، هي من الحمام. إن القمامة التي رماها أحد الطلاب سدت البالوعة. من الذي دفع السبورة إلى الخلف؟ تعال يا سعيد وجرها إلى الأمام. سعيد يجر السبورة. أنت جررتها كثيرا، ادفعها إلى الخلف قليلا، يكفي، اتركها الآن. أهذا هو الجزء الثاني من الكتاب يا أستاذ؟ نعم، خذ هذه النسخ وعدها. عددتها؟ كم هي؟ نعم، عددتها، هي 45 نسخة. ندرس الآن حديثا، اكتبه على السبورة. اكتبه على السبورة، فاكتبوه في دفاتركم. يكتب عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هنيها أكتبتم يا أبنائي الطلاب. لما يا علي لا تظن أنني غافل أما تعمل. إنك لا تكتب الدرس، إنما تكتب الرسالة، أليس كذلك؟ رد علي. بلى هو كذلك. أنا عاسف يا أستاذ، لن أعود لمثله أبدا إن شاء الله. Asosliq pilloninki mudoaf shakldagi diqqat qilinglar. Ahajaj ya Mas'ud.
Mas'ud, haj qildingmi? Ahajajta. Hajja yahujjudan chiqqan hajajta shundami? Turlab olsak, hajja, hajju, hajjat, hajjata, hajajna. Hajajta, hajajtuma deb chiqadi shundaqmi? La ya ustaz, ya ustaz. Hajja zumala'i kulluhum, walakinnani ma hajajtu. Savoqdoshlarimning hammasi haj qildi, biroq men haj qilmadim. Mana qaranglar, hajja, hajaja. Diqqat qilinglar. Maridtu ayyam al-hajj fa baqitu huna bil Madinati al-Munawwara. Haj kunlari og'rib qolib, bu yerda, ya'ni Madina Munawvarda qilib qolgan edim, yoki qilib qoldim. Hajga boramadim demak. La tahzan, biyaram bo'lma. Satahujju fil 'am al-muqbil inshaalloh. Alloh xolasa kelay yilda haj qilsa, sen kelgi zamonni ko'rsatadi-ku. Tamurru sanatu bi sur'a. Yil tezlikda o'tib ketadi. Tamurru, marra, yamurru, mudha'afil. Bayatmagan gapinglar. Ahajajta anta ya ustaz? Ustaz, siz haj qildingizmi? La, lam ahujja hazal 'am. Yo'q, bu yil esa haj qilmadim. Lam ahujja. Bayatimiz turligan-ku, lam afirra, lam amurra, undan keyin lam amassa deb shundami? Shunga o'xshash. Lakinnani hajajtu qabla haza 5 marrat. Biroq men mushundan ilgari 5 qatim haj qilgandim. Mayda 5 marrat. Marratuni tavg'achqa 5 nima keldi? Ta'siz keldi. Ham 5dan keyingi sanalg'uchi qanday shaklda keldi? Ko'plik, sir shaklda keldi. 5 marratin. Ana ashum raihatan kariha. Men bir sisiq puroqni puravatiman. Ama tashummuna raihatni akhwan. Sizlar biror puroq purmudinglarmi? Ashummu, shamma yashummu. Ashammu, shamma yashammu. Amma tashammuna. Hammasi shamma yashammudan chiqqan nima? Fil mudari. Bala shundoq. Nashammuha purovatimiz. Bu o'xshashlar shamma yashammudan chiqqan fil mudari birinchi shaxs ko'plik. Min ayna hiya? Nadan kelyapti? Azunnuha min al-hammam. Mancha munjin kelyapti. Ma'lumki azunnu, zanna yazunnudan chiqqan nima? Azunnu. Naam, hiya min al-hammam shundaq, u munjin kelyapti. Innal qumamata allati ramaha ahad at-tullab saddat balu'a. O'quvchilarning biri atqan axlat, allatini biz davomli deb kelyotgan xonqon shundami? O'quvchilarning biri atqan axlat avraz yo'lini to'sib qo'yibdi. Sadda yasuddu. Sadda deb chiqish, ha, shada. Farrad degandek. Man allazi dafa'a sabura ila al-khalf. Do'skini keyniga ittirib o'tgan kim u? Ta'ala ya Sa'id kela. Jurraha ila al-amam. Uni oldiga tata. So'ra degaman. Jarra yajurrudan buyruq bilimi chiqadi. Jurra. Sa'id yajurru sabura. Sa'id do'skini tatiyotdi. Yajurru. Jarra yajurru. Anta jarrataha kathira. Ko'p tatiyotding. Idfa'aha ila al-khalfa qalilan. Keyniga azroq itta. Yakfi. Bo'ldi. Utruk al-an. Hozir ham uni qo'yib qo'y. Utruk. Taraka yatrukun chiqqanimi? Utruk tashlab qo'yib qo'y degan ma'noda. Ahaza huwa al-juz'u thani min al-kitabi ya ustaz. Ustaz, bu kitobning ikkinchi qismimi? Naam. Khuz hadhihi an-nusakha wa uddaha. Bu parchalarni elib sanag'in. Uddaha. Adda ya'uddudan chiqqan buyruq bil nima? Udda. Xuddi firra, murra shundami? Massa degandek. Adatdaha sanadangmi? Kam hiya? Qanchga ula qanchkan? Naam. Shundoq. Adattuha sanadim. Addadan chiqqan nima? Adattu. Adda, addu, adata, adatna. Shundami? Adatta, adattuma, adattum, adatti, adattuna. Adattu, adatna. Hiya 45 nuskha. O nechkan? 45 parchakan. Nadrusul ana hadisan. Hozir hadis o'rganamiz. Uktubu ala sabura. Uni aktubu ala sabura. Do'stning ustiga yozaman. Faktubuhu fi dafatirikum. Sizlar daftaringizga yozinglar. Yozayotdi. An Anas radhiyallohu anhu qol, Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilinib mundaq deydi: Ma masistu, massa
yamassun chiqqan, masi aslisi nima? Masisago turlab olsak, massa massa masum, masat masata masisna, masista masistuma masistum deb masistu masisna chiqadi. Ma masistu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. Rasulullohning olqinidanmi yumshoqroq ipakni tutib boqmadim. Ma dibaj degan ipak, harir degan nima? Ipak. Har ikkisi ipak o'g'achqa ipak deb ham tarjima qilamiz, a. Masistu qanaqamidim tutib boqmadim. Masisa qanaqamanda tutib qolmanda. Wala shamimtu raihatan qattu atyaba min raihati Rasul sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar alayhisolamning puruqidanmi xushpuroqroq puroqni faqat purab boqmadim. Shamimtu, shammay, yashammu shundami? Aslisi nima? Shamima, yashmamu. Azroq o'tgandan keyin, akatabtum ya abnai, bolalarım yez bo'ldinglarmi? Lamma. Nega gap? Texiz bilanmidik, chunki piltashans bo'ladilardan keyin shundami? Ya Ali, la tazunna annani g'afilun amma ta'mal. Ali, sen qilayotgan ishdan meni bexabar deb o'ylab qolma. La tazunna nima? Nehi hozir. Mudafillarninki nehi hozirisining oxirisini muqlatdi zavar. Shu la tazunna annani degan keyingi jumlalarning hammani masalaga o'zgartirdi-ku. Meni sen qilayotgan ishlardan bexabar deb o'ylab qolma. Innaka la taktubu dars, sen dars yozmaysan. Innama taktubu risala, faqat bir xat yozatsa. Shunda emasmi? Rudda alayya. Javob ber. Rudd degan gap javob qaytar degan gap. Men javob qaytar. Rudda, radda yaruddudan chiqqan rudda buyruq bil. Javob qaytar. Xuddi farra yafirudun firra, marra yamurud murra chiqqandek radda yaruddudan nima chiqadi? Rudda buyruq bil chiqadi. Bala, shundaq u va kazalik. Shundaq ustoz. Ana asif ya ustoz, men xijilman. Lan a'uda limislihi abadan. Inshaalloh Alloh xolisa hargiz shuningdek ishni qayta qilib samaman. Lan a'ud degan gap qayta qilmayman degan gap. Limislihi shunday ishni, shuningga o'xshash ishni qayta qilmayman. Dialogning mazmun tushunishga olgan bo'lsa, ko'nikmalarni bir qurib tushunib o'taylik, ha. Tamarin, at-tamrinul avval tundagi savollarga javob bering. O'xshashlar dialogning mazmunini qarashga olg'achqa, avval biz dialogni o'zlashtirib bo'lgandan keyin bu savolga javob beramiz. Ikkinchisi هذه أمثلة للفعل المضاعف يعني مضاعف فعلنا مثال تندكله بلا مضاعف فعلنا مثال كروب إلى كتير مثلا حج يحج أساسي حجج يحجج شندما أرقلا فعلنا شو ظن يظن ظننا يظنون جر يجر مر يمر عد يعد سب يسب رد يرد سب يصب سد يصد شم يشم مس يمس شم أساسي شميمة يشم أساسي يشمم masisa yamsasu degan shakllarda. Uchinchisi töndikilarni o'qinglaydi. Töndiki jumlalarni o'qib, yuqoridagiga o'xshash pillavoq va mudafillar. Shularning qaysi pildan qanday shaklda chiqarilganligiga diqqat qilinglar. Masalan, birinchisini men o'qib beray. Hajja akhi qabla 3 a'wam. Qarindishim 3 yil ilgari haj qildi. Ana hajjatu hadal am. Men bu yilisi haj qildim. Birincisi hajja, ikincisi hajajtu. Shundami? Tilni chiqish ahvolini bilamiz. To'rtinchisi tundagi fe'llarni mutakallimga, ya'ni birinchi shaxsga misoldagi izohlanganidek isnod qiling, bog'lang. Endi turlab chiqqan demak. Xuddi Hamid zanna ana zanantu, Hamid adda ana adattu. Shundami? Biz boyatdan darsdan oldindan turlab qo'yganga, mana shunday shu buni turlasak bo'ladi. Beshinchisi misolni o'ylab taqib, to'yandagi fe'llardan buyruq bilan chiqaradi. Buyruq bilan chiqarishda mana diqqat qilsak bo'ldi. Muzoraf fe'llarni buyruq bilan chiqarishda fe'l mudoriga qaraymiz. Fe'l mudori yaf'ilu bobidan bo'lsa, buyruq bilan bosh harfining bo'ldi, zira qiladi. Yaf'ulu bobidan bo'lsa, bosh harfi fash qildi. Yaf'alu bobidan bo'lsa, bosh harfining qildi, zavar. Masalan, xuddi yafirrudin firra, yamurrudin murra, yamassudin massa chiqilganda. Masalan, to'yandagi shu bo'yicha qarablar, masalan, tamurrudin nima chiqadi? Murra, tahujjudin chu hujja, tasubbudin chu subba, tashammudin shamma, taruddudin rudda, tazunnudin zunna, shundami? Ta'uddudin udda, tamassudin massa. To'yib,
Altın tönki bilen okup bakın deydi. Demek buyruk bilen okun demekçi. Curra azal mektep. Bu üsteline tat. Cerra yecurrudun çıkan nemi o? Curra. Ve kalan buyruk bilen şu bunu düşünüp asaklan boldu ya. Etiniz tönki bilen oylanıp bakın. Oylanıp bakın degeni ahırısı sakin okuluşka tegişlik pillada. Mesela qaysi pillar sakin okulupti? Cehatte, buyruk pilda, nehida şunda ama Muşu pillada muzaf pillarning ahirisi nima o'qildi? Zavar o'qildi. Zir o'qildiganda zavar harakatdan birini ortiq birimiz. Shu qarama, yahujjuning oldiga lam qo'ysak nima qilish kerak? Lam yahjuj. Shundami? Lam yahjujni qanday qildik? Birinchi jimni aytgan oldiga ha gap bersak, lam yahuj deb ikkidan jim qoldimi sakin? Ikkinchi jimga zavar harakatdan birini bilib qanday qilamiz? Lam yahujja. Buyruq bilmi o'xshash, nahiy bilmi asosan shunga o'xshash. Tendeki so'llarga lamni ishlatib turib inkor shaklda, ya'ni bulutsiz shaklda javob bering. Ahajajda la lam ahujja deganga o'xshash. Ikkinchisi men javob berib qo'yay. A'adatta hazihi al-kutuba ya binti. A'adatti hazihi al-kutuba ya binti. Qizim bu kitoblarni sanadingizmi? La lam a'udda. La lam a'udda. Chunki addaning buyruq bilizm chiqadi. Ya'uddu. Ya'udduninki oldiga lam kelgan oldi nima chiqadi? Ya'udda. Birinchi shaxs nima chiqadi? A'udda. Mana birinchi qasab bo'ladi. 9-si. Bu nahininki lasni har jumlaning oldidagi pilga kirgizib, jumlani to'liqlang. Old pilga kirgizib, undan keyin jumlaning ichiga qatimiz. Masalan, li mazida min al-qahva. Qahvadan ortiq menga bunda qilmang demek shundami? Amedagi tasub buni oldiga lani qo'shamiz. Nahi nima qiladi? Sakin. Ammo mudofillarda qanday qilmoqchisi? Zavar. Unda olganda la tasubba. La tasubba li mazida min al-qahva. Men qahvadan ortiq qo'ymang. Shundaqmi? Shu bo'yicha qog'allarni ishlasak bo'ladi. 10-si addani zimirlarga isnot qiling degani turlab chiqaman. Bayon turlab bo'ldi-ku. Adda addu adat adata adatna adatma adatti adattuma adattuna adattu adatna. 11-si yaudun turlab chiqarib qo'ygan. Yauddan yauduna degandek. 12-si addadan buyruq bilan zimirlarga bog'lang degani turlab chiqaring. Udda u'dudna. Men bayat dedim-ku, muzaf billarninki meyli mazi olsun, meyli mudari olsun, meyli buyruq bil olsun, ayollik ko'plikki qanday chiqadi? Barabar chiqadi. 12-si. Qattu va abadan degan ikki so'zning istiqmolini muloyiza qilib bakın ishlatilishini. Men bayat dedim-ku, qattu o'tgan zamonni inkor qilish uchun, abadan qay zamonni, kelgusi zamonni inkor qilish uchun keladi. Tercümesiga qarab baqsaq ham belgili bo'ldi. Masalan, birinchi jumla qarab baqsaq, "Ma fa'altu hada qattu." Men buni faqat qilmadim, qattiq qilmadim, shundami? Uchinchisiga qarab baqsaq, "Lam atruka salata qattu va lan atrukaha abadan." Men namozni faqat tashlamadim va hargizmi qanday qilmayman, tashlamayman. Bir qattu o'tgan zaman, abadan qay zaman, kelgusi zamanni inkorini ta'kidlaydi. Xolos, asliga tirnoq qarangmi? Qattu o'tgan zamonga xos, abadan qay zamonga xos, kelgusi zamonga xos deydi. 14-si layunning ismi tafsili aliyani chiqadi, tayyibunning ismi tafsili nima chiqadi? Atyabu chiqadi. Bayatni buni bu to'g'riliq darsdan beshitlam qanaq bo'ldim, so'zlab bo'ldim. Kelgan misol, hazal harir layyin va zalika alyanu min haza. Ma'u ipak yumshoqkan. Aw bo'lsa ma'ning din nimroqroq, yumshoqroq. Haza taam tayyib, bu tamoq yaxshi. Va zaka atyab, bu nimroq, yaxshiroq. Shu bilan tushunsak bo'ladi. Biz ismi tafsilini qanaq chiqirdiganlik to'g'risida sarf darsida tafsili tushunchaga ega bo'lib bo'lgan shundami? Shu ortiq so'zlash hojatsiz.